Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Yaxshi qurbaqajon, biz bazaga yetib keldik. Kel endi senga bu yerni ko'rsataman. Mana shu yerda jitellar uxlashadi va Anilan o'ziga obuna bo'lishni tavsiya qilishadi. Reklama shart emas edi-yu, mayli obuna bo'ling. Mana shu yerda jitellar 24 ga 7 mashq qilishadi. Jin ursin, ular juda qattiq mashq qilishyapti. Bizning yagona maqsadimiz bor va bu maqsadimiz Groksni o'ldirish. Yo'q, bu yerda basketbol ham bormi? Yonimdan qoch, tirmizak. O, jin ursin. Qo'y, keyingisi menman. Nima, o'ynashni xohlaysanmi? Albatta. Yutqazishingni ko'rishni xohlardim. O'ngda chapda. Men Jon Uik rejimidaman. Matsuka. Boshqa ham meniki. Matsuka. Иди нахуй. Xo'sh, yigit, kel rejani boshlaymiz. Meni diqqat bilan eshiting barcha jitellar. Bizga qarshi Groksning bazasi turibdi va biz u yerga kirishni rejalashtiryapmiz. Oliy maqsadimiz Groksni o'ldirish. Uni o'ldirganimizdan keyin lider men bo'laman va o'z shaxsiy imperiyamni yarataman. Groks, biz seni o'ldirishga kelyapmiz. Jin ursin, nima boshqalar qani? Ularni hammasi portlab ketdi. Bu qanday bo'lganini bilmay qoldik. Ko'tilaga chiqaman. Salom Groks, jo'nab ket onangga. Nimaga senga hech narsa bo'lmadi? Ko'tilaga chiqaman. Voy jallod, tezroq qochish kerak. Nima, unda tanklar bormi? Yo'q, men hozir o'lishni xohlamayman. Jonida. Jin ursin. Yo'q, biz uni o'ldira olmaymiz. Bizga reja kerak. Oh, yo'q. Tezroq qochish kerak. Billa, izdivosha qilyapsanmi, Groks? Chetlarsiz iloji yo'qmi? Yo'q, Groks, o'zingni bos. Kel shunchaki gaplashib olamiz. Billa! Nimaga yana bu yerga keldim? Odamli yer sayyorasiga tegdi. Xohlaganinglarni qilinglar, jalablar. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Menimcha boshqa sivilizatsiyani tanlash kerak. Ebo yoki pechenye. Menimcha Ebo yaxshi bo'ladi. Soliqlar bo'lmaydi deb umid qilaman. Yo'q, mana sizga Eboning parkurli sivilizatsiyasi. Jin ursin, bu nima? Jin ursin, juda och qoldim. Va menda kojali botinkalar bor. Mayli, sakrashlar bilan ehtiyot bo'lish kerak. Men yana o'sha yoqqa qaytishni xohlamayman. Jin ursin, bu axir juda katta parkurli dunyo-ku. Mayli, bu menga katta tajriba bo'ladi. Xo'sh, o'zimga uy topishga harakat qilaman. Xo'sh, men bu yerdagi eng katta uyning oldiga keldim. Xo'sh, uni o'zimniki qilaman. Menimcha bu yerda allaqachon kimdir yashaydi. Qo'y, meni parkimda nima qilyapsiz? Axir men uni hozirgina sotib oldim. Nima, uyni sotib oldingiz? Men yangiman, shuning uchun nima qilishni ayta olasizmi? Hali bu yerda yangimisan. Uy sotib olish uchun parkur magaziniga borishing kerak. Yana Eboni hurmat qil. U bu yerda parkur bo'yicha chempion. Nima? Ebo parkur bo'yicha chempion? Mayli, xo'sh, o'sha yoqqa boraychi. Xo'sh, meni maqsadim uy sotib olib parkur bilan shug'ullanish. Yo'q, menimcha o'sha park yoki uy sotadigan joyni topdim. Qani ketdik. Parkmi yoki uy sotib olmoqchiman. Salom, qanday uy xohlayotgan bo'lsang o'sha yoqqa borib topshiriqni bajar. Yaxshi, bu do'kon juda ham qiziq ekan. Nima, kichkina uy? Katta uy. Nima, biz uy sotib olish uchun shunchaki sakrasak bo'ldimi? Juda ham qiziq valyuta. Bu juda ham oson edi. Ortimdan yur, mana shu seni yangi uying bo'ladi. Rahmat bratan, aytgancha sizlarda ovqat bormi? Mayli, hech narsa demasdan ketib qoldi. Balki bu yerda ovqat bordir. Bu nima? Eboning parkurli sivilizatsiyasi haqida ma'lumot. Menimcha qiziqarli narsa. Eboning parkurli sivilizatsiyasining daraja reytinglari. Xo'sh, ko'ramiz. Boshlang'ich o'yinchilarda kojali botinka. Menimcha bu menman. Professionallarda esa temir botinka. Parkur ustalarida esa oltindan. Men ham shunaqasini xohlayman. Va nihoyat parkur chempionida olmosdan. Hozirgi vaqtda bu Ebo.
Bu esa nima? Eng yomon o'yinchi keyingi betda. Lol. Bilan izdevasi qilasizlar. Men F-boni yengib, parkurli sivilizatsiyada chempion bo'laman. Men boyib ketib, mazza qilib imperiyani boshqaraman. Qani tezroq majburiy parkur tekshiruvi. Yo, bratan, sen kimsan? Yo, axir bu ovqat-ku. Rahmat, bratan, men buni qadrlayman. Hoy, dalboyib kalla. Hattoki bir bo'lak ovqat olish uchun ham parkurda sakrashni amalga oshirishing kerak. Nima, hazillashyapsizlarmi? Boshida ham oddiygina uy olishim uchun meni parkurda sakratdingiz. Endi esa mana shu aynib yotgan sassiq ovqatingizni yeyish uchun ham qurbaqada sakrashim kerak, to'g'rimi? Endi naxo'y bor-ku. Agar yoqmasa seni parkurli qamoqxonaga jo'nataman. Hoy, bratan, mayli, topshiriqni bajaraman. Va men bir bo'lak ovqat uchun bitta sakrashni amalga oshirdim. Bilasizmi nima? Idi naxo'y chempionligingga, men ketdim. Sen ovqat shkalam juda ham past, axir bunaqada o'lib ketaman. To'xta, men qayerdan keldim? Men ana u yerdan keldimmi? Yo'q, menimcha ana u yerdan, menimcha yo'q, Janorson, men adashib qoldim. Yo'q, bo'ldi, men tamomman. Hoy, kimdir bormi? Kimdir? Janorson, men umuman hech narsa qila olmayman. Nima? Grox? Yo'q, qurbaqajon, anchadan beri ko'rishmadik-a? Yo'q, menimcha bu sarob edi. Men hatto uni ko'rmabman. Nima? Steven? Bratan, bu rostdan ham sensan. Men seni Groxni portlashidan keyin o'ldi deb o'ylagandim. Hoy, nega jimsan? Hoy, yo'q. Yo'q, xudoyim, men ochlik shkalam. Men sivilizatsiyani ko'ryapman. Qani endi tezroq, har bir qadamni aniq rejalashtirish kerak, bo'lmasa o'lishim mumkin. Bor qo'shnimning uyida bir narsa bo'lish kerak. Qani tezroq borish kerak. Sal qo'rqib yiqilib tushardim. Qani tezroq pechkada nimadir bo'lish kerak. Qani tezroq. O'lgurdik. Yo'q, xudoyim, sal qolsa o'lib ketardim. Yo'q. Janorson, bu yana sodir bo'lganiga ishona olmayman. Balki qayta tug'ilishni bossam o'sha yerda. Nima? Men ham shu yerdaman. Yo'q, bu menga yoqyapti. Qani ketdik. Super qahramonlarning qo'nishi ajoyib. Xo'sh, sen kimsan? Mendan xavotir olma. Men parkur sivilizatsiyasidagi eng yomon o'yinchini ko'rishga keldim. Bular nima uchun eng yomoni menman? Meni qanday parkur qilishimni ko'rmaganmisan? Idi naxo'y. Menimcha parkur ilohi senga bu rolni bergan. Yaxshi, agar shu darajada zo'r bo'lsang, nima qila olishingni ko'rsat. Mayli, kel senga o'zimni eng yaxshi usulimni ko'rsataman. Janorson, bu nima? 360 gradusda aylanib sakrashmi? Yomon emas. Ammo agar qornim och bo'lmaganida, seni osonlik bilan yutardim. Mayli, bratan, ko'rishguncha. Hoy, to'xta, menga ozgina ovqat ber. Parkur battle uyushtiramiz. Men albatta chempion bo'laman. Bu gaplarimni eslab qol. Parkur chempioni? Hazillashyapsanmi? Chempion faqat bitta bo'lishi mumkin va axir meni o'z o'yinimda yuta olmaysan-ku. Yaxshi, ko'ramiz. To'xta, ana u nima? Yo'q, nima uchun men orqamdan kelyapti? Bu menga yordam ber, iltimos. Janorson, tezroq qochish kerak. Qani. Men haqiqiy parkurchiman va hech qanday noob meni yenga olmaydi. Yo'q, u men orqamdan kelyapti. Yo'q, bugun emas. Men bugun o'lmayman. To'xta, bu nima edi? Demak, men professionalga qarshi tura olmayman ekanda. Yaxshi, yana bir marta. Janorson, ana u yana o'z bor kuchi bilan kelyapti. Men haqiqiy parkurchiman va hech qanday noob meni yenga olmaydi. Uni yengishni qandaydir yo'li bo'lish kerak. Janorson, parkur juda ham qiyin ekan. Tushundim. Demak, mana shu yerda professional o'yinchiga aylanishadi. Yo'q, men o'lishni xohlamayman. Qiziq, reytingda darajam oshganmikan? Salom janob, siz professional o'yinchi bo'ladigan odamni tanimaysizmi? Afsuski yo'q. Parkur maxluqi hammani to'xtatadi. Buni iloji yo'q. Yaxshi, tushunarli. Men o'sha katta uy bor do'stimdan parkurdan o'tishini so'radim. Ko'ramiz, u parkur maxluqini yenga oladimi? Aytgancha uni Smargo, qani Argo, tezroq. Men buni qila olishimga amin emasman. Buni ahamiyati yo'q. Qani tezroq. Birodar, men bor kuchim bilan harakat qilyapman. Yo'q, xudoyim, u meni o'ldiradi. Janorson, yo'q. Hammasi joyda. Men reytingda ko'tarilish uchun yangi reja o'ylab topdim. Reja shunday: men har kuni o'zimga beriladigan ovqatlarni yig'aman. Shunday qilib men ochlik muammosidan qutulib, o'sha maxluqdan qochishga ulgurishim mumkin. Majburiy parkur tekshiruvi. Ha janob, men nima qilishimni bilaman. Yo'q, mana shu yerga sakrayman, mana shu go'shtni olaman. Xayrli kun janob, rahmat.
Lekin menimcha bu ovqat bilan ham kun bo'yi och qolmasdan yura olmayman. Jenursan, mana shu go'shtni pishirishni yo'lini topish kerak. Balki mana shu daraxtni choparman, a? Voy, parkour sivilizatsiyasida bloklarni sindirish man etiladi. Yaxshi, hech kim ko'rmayotganida mana shuni. Voy, men senga hozir nima dedim? Keyingi safar seni qamoqxonaga tiqaman. Jenursan, rejam umuman ish bermayapti. Menda bir g'oya tug'ildi. Men shunchaki o'z verstagimni sindirmoqchiman. Menimcha u buni ko'rmaydi. Axir u meniki-ku. Hammasi joyida, men xavfsiz joydaman. Yagona qiladigan ish mana shu go'shtni pishirish qoldi. Jenursan, yana ochlikdan o'lyapman. Qani tezroq borish kerak. Hammasi joyida. Buni uddaladik. Endi esa pishmagan go'shtni qo'yamiz, verstak bilan uni yoqamiz. Yo, mana. Endi esa bemalol o'sha maxluqni yenga professional parkurchi bo'lishimiz mumkin. Qo'y, nima qilyapsan? Menmi? Onangni qidirayotgan edim. Ha, meni tutolmaysan. Men seni qanday qilib verstakni sindirganingni ko'rdim. Bu taqiqlangan. Idina, qo'y, meni tutolmaysan. Voy, Jenursan. Hammasi joyida. Yagona qilinadigan ish bu ibodatxonaga borish. Men buni uddaladim. Men seni parkur qamoqxonasiga yuboraman. Ana unga qara, axir u sen onang-ku. Nima, rostdanmi? Haqiqiy lo'q. Xo'sh, endi eng qiyini qoldi. Qani maxluq, kela qol. Men haqiqiy parkurchiman va hech qanday noob meni yenga olmaydi. Yaxshi, oldingiga qaraganda tezroq sakrayapman. Agar yuqoriga ko'tarila olsam, professional parkurchi bo'laman. Sen professional bo'la olmaysan. Men seni o'ldiraman. Jenursan, juda ham hayajonlanyapman. Yana qancha qoldi? Yo'q, u allaqachon orqamda. Qani tezroq. Mana shu zinalardan o'tsam bo'ldi. Jenursan, ot qolyapman. Jenursan, qani. Qoyil, ha. Bacholni qo'y, men yutdim. Balki bu jangda yutgandirsan, ammo urushda emas. Sen hali sivilizatsiyani himoya qilishga tayyor emassan. Idina qo'y. Qiziq, tepada nima bor ekan, a?